Liverpool shahridamiz va portida. Shunaqangi kruzlarga yuk olib kelganlar. Mana bu esa Titanic kemasiga qo'yilgan memorial yodgorlik ekan. Zo'rg'a kirib keldim. Berilgan koordinata bu tomonda edi. Men adashib qolibman. Adashmaganman. Yo'l yopib qo'yganiga men o'tolmadim bunaqasiga. Keyin ular boshqa yo'lni ko'rsatdi, aylanib kelib shaharning qoq markazi nimaga yaqin ekan. Okeanga chiqib ketadigan joymi bu? Qoq markaziga sekin bir 10 kilometrda yarim soatdan oshiq yo'l yurib keldim. Nimani qasri ekan bu? Videoning tagida pin qo'yib qo'yaman. Lokatsiya. Ana bu tomonda qanaqangidir haykal bor ekan, oddiy minib turgan. Shunaqa nimalar. Go'zal joy, havo salqin. Angliyska kap, mashhur kap. Gaplashmoqchi bo'lyapman. Inglizcasi juda qo'pol va quloqqa notanish ishlar ekan. O'rganmagan quloq tushunish qiyin bo'lyapti. So'rayapman, u men tushunib to'g'ri javob beryapti-yu, lekin men uni yaxshi tushunmayapman. Yosh katta odamlar qanday bilan yoshini bilganlar. Balkim mana videodan ko'rib taxmin qilish mumkin. Men sumkalarni o'zi sudrayapman, kruzga chiqib ketyapti. Bir oy yuradimi, qancha yuradi bu? Kruzning nomi Boletta ekan. Nassau. Shunaqangi joylar, zaharlanib bu tomonlarni ham ko'rsataman. Mani mashinam pochoq nargisi. O'qisaman. Shvedlarniki, shved ota. Mana bunaqangi joyda to'xtatib qo'yishdi. Qanaqangi qasr ekan bu? Qasr emasdir balkim. Tepasida qushnimi yoki ajdarxoni bolasimi? Qanotiga qandaydir qushga o'xshagan narsa tishlab turibdi bu narsani. Hozirgi kundagi dolzarb masala semirib ketish. Yugurib yuribdi sog'lig'ini o'ylagan holatda. Shaharda u tomonida ham qandaydir bor ekan. Bu yerda kichkina qayoqqa o'tib ketadimi? Nasıl joy qilingan? Bu tor ko'chalardan kirib keldim. Darvoza yo'q qo'y o'zi. Moshinada kirib kelayotgandim, uncha chiroyli ko'rinmagandi. Qanday xira. Nega bu yerda odamlar kam? Odam juda kam. Shahar markazi. O'sha haykalni nimaligini ko'rib kelaman. Stabilizator olishim kerak ekan yurganda. Kadr silkinmasligi uchun. Nargis esa muzey ekan, to'g'ridagi. Qanaydir mana kruz keldi, kichkina kruz. Bu yerda odamlar chiqib ketyapti. Ingliz zobitimi qanaydir. Mana bu yo'ldan kelishimni aytgan edi bir dispetcher ayol.
cruise controlday. Lekin osonroq yo'lni tanlab keldilar. Juda ham haykallar yaxshi ko'radi bu inglizlar. Bu tomonda ham haykal qaranglar. Orqasida ham bir chambarakni ushlab turgan qo'lda qalqoni bor. Erkakmi ayolmi tushunmadim. Ha, bu Edward 7-chi. Qirol Edward bo'lsa kerak. Bu yo'llarda ham har xil narsalar bor. Nima qaytishim kerak mashina oldiga. Kutib tur deganda. 3ta mashina bor. 3ta mashina chiqqandan keyin kirasan deb. Nechinchi asrda qurilgan ekan. O'sha asrdagi oynalari qanday bo'lgan ekan? Bu oynalar katta rekonstruksiya bo'lganmi? Kichkina oynalar bo'lgan bo'lishi kerak oldinlar. Eng katta oyna qo'yish texnologiyasi yaqin kunlarda ancha 19-chi asrda 20 yoki 21-asrda bunaqa narsalar qilish. Oynadan katta ko'zli. Odam kam. Shaharda supaza qoqib shuncha odam yig'ib keladi, to'g'rida odamlar bor. Shu cruizga chiqish. Menimcha Google'dan qidirib shu cruizga nechta odam ketadi statistikasini bilish mumkin. Ama bu mehmonxona ekan, Crown Plaza. Bu yo'l nima ekan? Mehmonxona. O'zini turamiz lekin sizlar kорабль qo'yib qo'yibdi. Cherkov boshida devorlarda hojilarni tasviri bor. Ama akalar bizga o'sha